Diqqat, o'zbek fuqarolari uchun shoshilinch xabar. Ertadan boshlab O'zbekistonning ayrim hududlarida yomg'ir va qor yog'ishi prognoz qilinmoqda. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 18 dekabr kuni uchun prognozlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir va ba'zi joylarga qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2,7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Tuman ham tushadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2,7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi. Ayrim joylarga kuchli bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Harorat kechasi va kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi.